1 oktyabr yurtimizda o'qituvchi va murabbiylar kuni sifatida keng nishonlandi. Boisi bu kun vatan ravnaqi yo'lida millat kelajagini tarbiyalashdek ulug' va mas'uliyatli vazifani o'z zimmasiga olgan ustoz va murabbiylarga chuqur hurmat va minnatdorlik ifoda etiladigan kundir. Sana munosabat bilan ichki ishlar organlarida ham faxriy ustozlar va murabbiylar e'tibordan chetda qolmadi. Ayniqsa tizimda ko'p yillar samarali xizmat qilib, yosh xodimlarga ibrat bo'lgan faxriylarga alohida e'tibor va ehtirom ko'rsatildi. Paxtakor tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan tashkil etilgan tadbir avvalda mehmonlar tuman ichki ishlar bo'limi ma'muriy binosida yuzaga keltirilgan sharoit va qulayliklar bilan tanishdi. Xususan, ma'naviyat va ma'rifat xonasi, vatanparvarlik burchagi, qonun himoyachilarining erishgan yutuqlari bilan birga shogirdlarning xizmat faoliyatini ko'zdan kechirishdi. Mazkur jarayonda faxriylarning boy tajribasi, bilim va ko'nikmalari yosh avlod uchun ma'naviy maktab vazifasini o'tayotganligi qayd etildi. Shu qatorda ularning xizmatlari, sidqidildan olib borgan mehnatlari e'tirof etildi. Bir piyola choyga taklif etilgan tadbir ishtirokchilariga tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ichki ishlar vazirining o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabat bilan bayram tabrigini o'qib eshittirdi. Shuningdek, jamoat xavfsizligini, tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, yosh avlodni vatanga muhabbat, xizmat burchiga sadoqat ruhida tarbiyalash ishlarida faol ishtirok etib kelayotgan bir guruh faxriylarga tashakkurnoma va esdalik sovg'alari topshirildi. Biz ichki ishlar idoralari faxriylari albatta mahalladagi profilaktika inspektorlarga va xodimlarga chin dildan yaqindan yordam berib kelamiz. Tumanda istiqomat qiluvchi ichki ishlar idoralaridan bir guruhini chaqirib, ularni tabriklab, ularga bir piyola choy ustida suhbatlarini olib, o'zlarining tajribalarini bayon etkizib, mana shu tadbir davom etmoqda. Va albatta bu bizlarga bo'lgan e'tibori deb o'ylaymiz. Haqiqatan nuroniylar faxriy ustozlarining bosib o'tgan umr yo'li, purma'no o'gitlari yoshlar uchun ibrat maktabi sanaladi. Shuning uchun ham ichki ishlar organlari tizimida ustoz shogird an'anasiga keksa avlod vakillari orttirgan tajribalardan unumli foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu ma'noda o'tkazilgan tadbir ham yosh xodimlar uchun muhim tarbiyaviy ahamiyat kasb etdi. Mazkur bayram tadbir davomida tuman madaniyat xodimlarining konsert dasturi namoyish etildi.